Xorazmdagi uylarning birida asteroid tushdi va bu xabar keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm viloyatidagi uylarning birida asteroid tushgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarlar yuzasidan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 12-may kuni soat 03:39 da Xorazm viloyati favqulodda vazirlik boshqarmasiga Bog'ot tumani Yuksalish mahallasi Obod Vatan ko'chasi 4-uyning dahlizining taxminan 10 kvadrat metr tom qismi qulab tushgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Hodisa sodir bo'lgan manzilda Ichki ishlar boshqarmasi hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasining maxsus laboratoriya xizmatlari tomonidan o'rganish ishlari olib borilgan. O'rganishlar davomida hodisa joyida hech qanday jazo jismlar yoki portlash xususiyatiga ega moslamalarning qoldiqlari aniqlanmagan. Shuningdek, o'rganishlar davomida xonadonda 2 ta propan gaz ballonlari mavjudligi aniqlangan. Hozirda hodisa yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hodisaning kelib chiqish sababini aniqlash maqsadida maxsus ekspertiza tayinlangan. Ekspertiza xulosasiga asosan qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Mazkur hodisa oqibatida tan jarohat olganlar yo'q. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda tushish ehtimoli bo'lgan 1972-yilda uchirilgan, ammo orbitada qolib ketgan Sovet avtomatik kosmik stansiyasi Kosmik 482-yer orbitasidan chiqib Hind okeaniga qulab tushgandi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.